Oka, kecha Jekka yomonini urganman. Mashitdan Hamza metroga 100 mingga klient olib ketdim. Gap yo'q. Jekka yomoni bo'ldi. Kecha menda ham yomon bo'lgan. Shaharga chiqib ketdim, borib, voy, shunaqa soqqa qilib tashladim. Shaharga? Siz mashitda aylanardingiz-ku? Ya, shaharda zo'r bo'layotgan ekan, men ham bilmagan ekanman, borib. Gap yo'q, gap yo'q. Yo'q, klient ham kelib shakilli. Assalomu alaykum, taksimi? Ha, taksi. Keling. Qayerga ekan? Qo'yluga Qo'liga boramiz. necha pul bo'ladi? 100 mingga olib qo'yamiz. Qimmat ekan u. Oka, normal narx aytdim lekin. Qayerdan normal narx aytasan? Zo'rab qo'yish uchun tekinga ham olib qo'yishga roziman. Voy. Пожалуйста. Tekinga olib boramiz. Yaxshi qiz, to'xtab turing. Endi men xafa bo'lib ketaverasiz. Men sizni hozir tekinga olib qo'yaman, ishonasizmi? Voy, rostdan shunaqasi ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Shundan deb olib qo'yadilar, siz tekinga. Qani keling, o'tiring. Yo'q, noto'g'ri tushundingiz. Mani emas, doda bilan keling, doda. Orqa eshikni ochib, nima qilasan? Old eshikni och. Ha, oka. Nima bo'ldi? Savob ham kerak-ku. Ha, kerak. Savob ham kerak. Savob aka. Rahmat sizga. Yaxshi aytib oling, doda. Rahmat sizga. Yaxshi aytib oling, do'li.